Assalamu alaykum. Kitap okuş munbiri Avlatlar torbetiga hoş geldiniz. Hazır anlaydığınız Zulhayat Ötkür'nün Sayyahlar izidin namlıq kitabıdaki Seven Hayden degan temada yazılgan bölümdün 5. bab. Haydın Törem'nin Uygur dostları. Haydın Törem lopluqlarının Seven Hayden'ga koygan ismi bulup, Seven Hayden'den burun Abdalga kelgen Rus ekspedisiyachisi Przhavelskyni Çoğ Törem dep atagan. Hatta Przhavelsky kelgen şu joyni xatirlab töre salgan öy dep nam bergen. Seven Hayden'nin Uygurcha so'zlayalishi Przhavelskyga qaraganda onun yerlik xalq bilan bolgan arliqini xeyli qisqartib, ular bilan tezla chiqishib ketishiga sababchi bolgan. 19. asırның keyingi yermidin başlap sırlıq makan dep atalgan Şarkı Türkistan chet el ekspedisiyachilari qiziqadigan, intiladigan qiziq nuqtaga aylanib qaldı. Ulara öz muvaffaqiyatlarini dunyoga jakarlagan chaqda, ularni ashu shalliq natijalarga erishtirgan Uyg'ur yo'l boshlovchilarini g'ilpalla tilga elib o'tgan bo'lsa-mu, lekin ularning to'kpisiga yetarlik baho berilmagan. Ekspedisiyachilarning ma'lumotlariga qaraganda, yo'l boshlovchi Uyg'urlar faqatla qadimki shahar xarobalarini va yurtlar orasidagi o'tang yo'llarni pishiq biladigan kishilarla emas, balki yana har qaysi ellardan kelgan ekspedisiyachilarning tilidan sirt, yana o'z ona tilining dialektiklarini puxta egallagan kishilar ekanligi ma'lum. Bu kishilarning Przhavelsky, Richthofen, Kozlov, Avril Stein, Seven Hayden qatarlıq chet ellik ekspedisiyachilarning Lopnor, Charchan rayoni atrofidagi ekspedisiya tekshirishlarida tarix betidan o'rin olgan to'hfalar bor. Yavi o'rdak. Seven Hayden o'zining Ko'shma-ko'l nomli kitobida o'rdak bilan 1899-yili Charadagi bir ko'l atrofida uchrashganligini bayon qiladi. O'rdak shundan beri Seven Hayden'ga yo'l boshlovchi bo'lib xizmat qilib kelgan. O'rdak xuddi arxeolog Bergman tasvirlagandek qumliqdagi yo'llarni besh qo'ldek biladigan odam. Seven Hayden'ning ikkinchi qitimliq safarida o'rdakning dal 38 yoshga kirgan, o'zini to'xtatgan, toza kuchiga kelgan bardam chog'lari bo'lib, Seven Hayden'ning ikkinchi qitimliq safarida uning hamroh bo'ladi. Demek, o'rdak 38 yaşında favqulodda bir bayqash bilan yangi tashqurallar davridan ilgirla barpo bo'lib, milodiya 4-asrlarda dunyodan 15 asr izdaraksiz yo'qolib ketgan qadimiy madaniyat bo'shigi, sirliq Taplimakan shahri Kiroranni tepib, dunyoning qadimiy madaniyat tarixi uchun o'chmas to'p qo'shgan. Seven Hayden'ga dünya ilim-fen sahası boyunca katta şöhret tacı kiydirgen kişi. Seven Hayden ördekni yavi ördek deb atashqa odatlangan bo'lib, ördekning ismi Seven Hayden tarafidan ördek altun deb xotirlangan. Ba'zi manbalarda o'rdakning ajdodi Kiroran shahrini qum bosgandan keyin aman qolgan shahar aholisining Lopnorga kelib o'rinlashgan bir qismi deb xotirlangan. Uning ajdodlari O'gan daryosi, Lopnor daryosi va Abdal qatorliq joylarda istiqomat qilgan bo'lib, dadasining jiroq ajdodi mushu aholidan bo'lgan kishilar ekan. O'rdak 1864-yili Abdalda tug'ilgan. O'rdakning dadasi Omaq Abdalda 2 farzand ko'rgan bo'lib, cho'ng o'g'lining ismi Tömür, kichik o'g'lining ismi Osman bo'lgan. O'rdak tug'ilgandan keyin Omaq bu joyda kun chiqqan bagning qo'l ostida ishlagan. Kun chiqqan bag vafot bo'lgandan keyin bu rayonda qurg'oqchilik ofati yuz berib, ular Ko'shma-ko'l, Yo'lbos daryosi orqali Chara, Seyitko'l, Doshko'l, Tanavaldi, iziz baqqan deganga o'xshash yerlarga ilgari oxir o'rinlashib, bu joylarda beliq tutish, ovlash, qayiq chepish, tangla, egar yasash qatorliq hunar kasb bilan shug'ullanib hayot kechirgan. Umaq o'sha yillarda Tepiq, Hajarxon deb 2 farzand ko'rgan. O'rdak o'sib cho'ng bo'lgan bu yerlarda suv to'liq munbat, mo'l bo'lgan.
Hamma yoq degudek qo'yuq o'sgan to'g'roq, yulg'un, qo'mish bilan qoplangan ekan. Ba'zida qiyiq bo'lmay qolganda o'rdak suvdan biror kun chiqmay, beliq, o'rdak, g'az qatorliq jonivorlarni tutib, tuxumini elib oilasini qamdigan. Aytishlariga qaraganda, o'rdak suv uzganda baldan yuqori a'zolarga suv tekkizmaydi ekan, ham suv ustida yugura oladi ekan. Shundoq bo'lganligi uchun otasi O'maq bobay mening o'rdak o'g'lim deb erkiletib, uni chaqirganda o'rdak deb chaqiradi ekan. U cho'ng bo'lganda o'rdak degan ism singib kelib, Osmon degan ismmi tushib qolgan. O'maq uzoq vaqt Seyitko'l bilan Dashko'l orliqidagi munbar yerlarga bug'doy terib, dehqonchilik bilan mashg'ul bo'lgan. Lopnurluqlar bu yerlarni hozirmi O'maqning taxtisi deb ataydi. O'rdakning akisi Tömür 46 yoshida Seyitko'l atrofidagi bir Toralg'u joyda og'rib o'lib ketgan. O'maq buvaymi mushu joyda vafot bo'lgan ekan. Shuning bilan qolgan avlodi bu yerlarni tashlab, Chora degan joyga ko'chib kelib, kesakda uy silib o'ltirgan. Bu joyda Ibrohim bek, Oqquloq Shangyu, Ali Shangyu qatorliq Shangyular o'tgan ekan. O'rdak Chorada Ezim Boqiy degan kishining Davlatxon degan qiziga uylangan. Bu dal 1884-yil ekan. U 1886-yili bir qiz farzand ko'rgan bo'lib, bu qiz 6 yoshida qizil chiqib vafot bo'lgan. Keyin o'rdak bir o'g'illik bo'lgan va o'g'liga Sodiq deb ism qo'ygan. O'g'liga yana tomchilik, yog'ochchilik qatorliq hunarlarni o'rgatgan. Ali Shangyu degan kishi Shangyu bo'lib turgan chaqda Sevenheden Chorga kelgan bo'lib, Choradagilar uningga Sapsin To'ra deb at qo'ygan ekan. 1901-yili 12-oyning 29-kuni o'rdak Sevenheden bilan Qashqarda xo'shlashgandan keyin yurtiga qaytib keladi va keyin bir qancha qitim o'zi qumliqning ishkariga kirib ekspeditsiya qiladi. Hamda 1910-yillari atrofida bir qum barxanlari ostidagi qabristonlikni bayqaydi. Bu keyingi yillarda o'rdak qabristonligi, 5-nomerlik qabristonlik, kichik daryo qabristonligi deb atalgan qabristonlik edi. 1927-1935 yillargacha davomlashgan Xitoy Shvetsiya birlashma ekspeditsiya atriti Turpanga kelganda Tarim va Ko'nchi daryolarining 1921-yildan boshlab Qum daryo orqali tarixdagi Lob ko'liga qo'yildiganligidan xabar topgandan keyin bir guruhga kema atriti suv yo'li bilan Lob ko'liga qarab otlanadi. 1934-yili 4-oyda Sevenhedenning kelganligidan xabar topgan Choradagi o'rdak o'g'li Sodiq bilan otliq yo'lga chiqib, daryoda ketayotgan Sevenhedenlar bilan ko'rishdi hamda ayrilishgandan keyingi 30 yillik kechirmishlarini va heliqi qabristonlikda ko'rganlarini so'zlab berdi. Sevenheden o'rdakka Kroran xarobasini yana bir qitim ko'rgisi borligini aytdi. O'rdakning talabi bo'yicha Sodiq quruqliqda ot to'ga karvonlarga yo'l boshlab mangadi. O'rdak bilan Sevenheden kema bilan daryolardan o'tib Kroran xaroba shahriga yetib keladi. Lekin bu qitim qabrini topolmaydi. Shuning bilan Meran, 60 buloq, oltin buloq, kumush, yılanlıq, qatarlıq joylarni kezib, Urumchiga boradi. U yerlardan qaytib kelgandan keyin o'rdakning ko'zi ama bo'lib qoladi. O'rdak bovay 1942-yili 78 yoshida vafot bo'lgan ekan. O'rdakning o'g'li Sodiq bo'lsa 1964-yili 2-oyning 28-kuni bu dunyodan xo'shlashgan. Sodiqning Ro'zixon degan ayolidan 2 qiz, Turdixon degan kichik ayolidan bir o'g'il qolgan. Hozir Niyozxon va Ismoil degan 2 farzandi hayot ekan. O'rdakning qabrisi 1996-yili Lopnur bozoridan 3-4 kilometr keladigan bir qum barxani ustiga yo'tkalgan.
Sevenheden xizmatdeshi ham hamrohi Shvetsiyalik arxeolog Folk Bergman başçılığında bir grupa təşkillab ördəkning yol başlashida necha 10 kunlik mushaqqatlik izlashlar orqali 1934-yili 6-oyda oxiri heliqi qabristonlikni qayta topdi. Bu qabristonlikmi Kroran qadimiy shahri bilan davrdosh ham bir madaniyat sistemasiga tava bo'lib, qadimki Lop rayonidagi kishilarning madaniyatini tadqiq qilishda intayin zo'r qimmatga ega. Kun chiqqan bek. Kroranning oxirgi podshohi Lopnor vodisining tirik tarixchisi degandek nomlar bilan atalgan kun chiqqan bek tarixning oxirgi yaldamisi Abdal kentidagi 6 oilalikning ruhiy tövrigi bo'lib o'tgan edi. Kun chiqqan bekning cho'ng to'hpalaridan biri uning Yevropalik mashhur ekspeditsiyachi Sevenhedenning Lopnor va Lopnor xalqi orasidagi 40 yillik rishtasining bog'lanishiga sababchi bo'lganligi edi. Przhabelski 1876-1877 yillari tunji qitim Lopnorni ziyorat qilgan Yevropalik bo'lib, uningdan 20 yil o'tgandan keyin Sevenheden bu yerga tekshirishga keladi. Kun chiqqan bek tarixda Lopliklar tarafidan cho'ng to'ram deb atalgan Przhabelski va Aydin to'ram deb atalgan Sevenhedenga yo'l boshlovchilik qilgan kishi bo'lib, kun chiqqan bek 1812-yili Abdal kentida tug'ilgan eng oxirgi bir oqsoqol edi. Uning Sevenhedenga aytib berishicha, uning ota-bovalari Kroran bayram bo'lgandan keyin daryo va ko'l bo'ylarida ko'chib yurib, baliqchilik, qushchilik va ovchilik bilan shug'ullangan ekan. Uning dadisi Jahonbek 1783-yili tug'ilib, 90 yoshida vafot bo'lganmish. Jahonbekning dadasining ismi Numatbek 95 yoshida vafot bo'lgan bo'lib, u vaqtda dadasi texi bu vaqtida dadasidan ayrilib qolganmish. Bu xil vaqt davriyligiga qaraganda Jahonbekni 1783-yili tug'ilgan, Numatbekni 1700-yilining boshlarida tug'ilgan deb qiyoslashga bo'ladi. Numatbek tug'ilgan chig'ida bu atroflarda ko'plagan ko'llar bo'lib, u 25 yosh kirgan vaqtlarda ko'l suyi tadrijiy qurishga boshlab, daryo yangi bir quyilish eg'izi izlayotgan edi. Bu yangi daryo eg'izi Etek Tarim deb ataladi. Hozir Etek Tarim butunlay qurib ketgan bo'lib, Argan, ya'ni ayrilgan deb ataladi. Kun chiqqan bek buvisi Numatbekning 25 yildan keyin bütün oilasi va mol-varonlarini elib, Kona Abdaldan hozirgi Abdal tarafga ko'chib ketganligini bayon qiladi. Sevenheden yana kun chiqqan bekdan daryoning janubiy qismidagi qora bo'ron va qora qo'shin tarafda yashaydigan kishilarga Lopnor degan nomning notanish ekanligini, faqatla Abdal tarafda tonishliq ekanligini o'rganadi. Marco Polo sayohatidami Lopni ziyorat qilganida bu yerda ko'lning borligini tilga olmagan edi. Sevenheden Asiyaga safar kitobining 1-tomida kun chiqqan bekning so'z qobiliyatining nihoyatda yaxshi bo'lib, to'xtovsiz so'zlay oladiganligini va uning og'zidan nihoyatda qiziqarli muhim tafsilotlarga erishganligini bayon qiladi. Kun chiqqan bekning haqiqiy bir to'riga loyiq kishi ekanligini va Przhabelskining o'z minnatdorligini bildirish yuzasidan uningga o'z portretini, Lopnor ko'li manzara surati va beliq to'ri, bir ko'ra va boshqa qimmatli buyumlarni hadiya qilganligini aytadi. Uning jamiyatida 6 kalisi, 4 eti va bir qancha eshigi qatorliq besatlari bor edi. Kun chiqqan bek pollarini tungallarning, Xitoylarning hujumi yoki o't ofatidan saqlash uchun bir qum to'ranning ostiga ko'mib saqlaydi
Lekin Przhvalskining Lopnorga ikkinchi qitimliq safardan keyingi bayoniga asosan ahvolning bundan 10 yil burunqiga o'xshamaydiganligi, Xitoy ko'chmanlarining ko'chib kelishi va yerlik boshqarishning chinligi tufaylidan ayni vaqtdagi qabila boshlig'i tarafidan kun chiqqan bagning kumush yombo'larini hukumatga topshirishga majburlanib, hozir kambag'al yo'qsullik ichida kun kechirayotganligidan xabar topa olamiz. Doktor Asad Sulaymanning Ko'shma-ko'l va Lopnurliqlar maqolasida Sevenheydinning bayoniga asosan kun chiqqandek yashangan vaqtidami o'z xalqining ichidagi hojatmanlarga ko'yinib, o'zi oxirgi hayotini g'o'rgul turmush ichida o'tkazganligini bayon qiladi. Bu vaqt 1899-yilining oxirgi oyi bo'lib, Lopnurliqlarning ma'naviy to'riki bo'lgan kun chiqqan bek vafot bo'lgan edi. Onun nafsining to'xtishi bilan tang Lopnurniki eng oxirgi bir hayot shami o'chgan edi. Abdurrahim 18-asrdan boshlab g'arblik go'har qazg'uvchilar Ishki Osiyoga joylashgan Tarim o'ymonliqidagi sirliq zamin Lopnur va Xotan rayonlariga qadam besib, asrlab uyquda yotgan tinch bo'stonliqni uyg'otishga boshlaydi. O'z tirikchiligi va o'z hayot chambarikida yashab kelgan xalq bu ajnabiylarning o'z zaminidagi yozma yodikorlik va asara atiqlarni go'har o'rnida ko'rib, o'z yurtlariga elib ketishiga eshikni ochib bergan bo'lib, bugungi kunda u boyliqlarning g'arb dunyosida tadqiq qilinib, bebaho baholarga erishishini xiyoliga keltirmagan edi. Ular sansızlıqan karvallarga sahibxonlik qilib, o'z yurtlarining bulun pishqoqlarigacha boshlab borgan. Ularga mayak bo'lgan edi. Bu yerlik Uyg'urlarning yordamisiz ajnabiylar na Lopnur ko'lini, na Kroranni, na Niya merallarni bayqagan bo'ladi. Yerlik Uyg'ur xalqi ajnabiy sayyohlarga Uyg'ur millatining mehmondo'st, oq ko'ngil, tirishchan fazilatlarini o'z harakatida ko'rsatib, ajnabiylarning kundalik xotiralari va kitoblaridan go'zal axloqiy tuzumning shajarisi sifatida o'rin olgan hamda tarixda madiyalar va rozimanlik tuyg'usi bilan yod etilgan. Bularning ichida garchi Stayin Abdi Bashirisni echib tashlagan, dunyodagi dangliq kishilarni yolg'on qo'lyozma yasab tarixda nomi pur ketgan Islom Bayga o'xshash kishilar, Günnar yarını aldab kitap setish bahosi bilan pul undirib olgan Roza Axunga o'xshash shaxslarning bo'lmag'ur ifodalari tarix batlariga yozilgan bo'lsa-mu, lekin ajnabiylar qalbida mangu yuqori hurmatga erishgan kishilarimizmi bor albatta. Ko'p qism kishilar Tarim vodisida Sevenheydin, Przhvalski, Koslov qatorliq ekspeditsiyachilarga yo'l boshlovchi bo'lgan Lop Abdul kentining oxirgi oqsoqoli kun chiqqan bek va Lopnurliq dunyoga donliq 5-nomerlik qabrni bayqashda rol o'ynagan o'rdak haqida ma'lumotlarga ega bo'lgan bo'lsa-mu, Lopluq yana bir Uyg'ur Abdurrahim haqida ko'p ma'lumotlarga ega bo'lmamiz kerak. Lopnur rayoni Sharq Turkistonliklar tarafidan Lop, aholilari Lopliqlar deb ataladi. Ammo Xitoy hukumatı bu rayonni Lopnur deb atashga odatlangan va Dural rayonini Lopnur, Charqiliq rayonini Qoraqo'shin deb ataydi. Przhvalskining bayoniga asoslanganda Lopnur rayonida 1876-yillari jami 11 kent, 70 oila qolgan bo'lib, 300 ga yaqin kishi bor ekan. Bu kentlarning ichida Abdul kenti eng boy va yangiliklardan xabardor bir kent edi. Aradan 20 yil o'tib, mashhur tavakkulchi shvetsiyalik Sevenheydin bu yerga yetib keldi. Przhvalskiga yo'l boshlagan va yordamda bo'lgan Lopnurliqlarning oqsoqoli, Kroranning eng oxirgi podshohi kun chiqqan bek Aydin To'ramni kutib oldi.
Bunun bilen Haydın Töremning Lopnorga rishtisi bağlanıp, tadqiqatlarını davamlaştırış üçün 1899-yılı yana bir qitim Lopnorga safar qiladi. Bu qitim kun chiqqan bag olamdan o'tgan bo'lib, bu qitim Abdal kentida Sevenheden quruq taqqa joylashgan Sengirliq Abdurahim bilan uchrashadi va o'ziga bir sirdosh do'st, aql parosat o'rgatguchi tepib oladi. Abdurahim Sengir kentida yashaydigan ovchi bo'lib, Lopnor rayonidagi toki 60 buloqqacha bo'lgan rayonlarda ovchilik bilan shug'ullanadigan sanoqliq 2-3 ovchining biri edi. Dadasi Tegi Turpalliq va Sengirda yashag'iniga 40 yildan oshgan Ahmad Pavan degan kishi bo'lib, 4 farzandi bor edi. Uning hal o'qiti yaxshi bo'lib, 200 tuyoq qo'y, 27 to'gisi, 2 eti va 10 xolisi bo'lib, qo'y yungida kegiz etib tirikchilik qiladi. Abdurahimning yerliklar orasida to'gi tutquchi degan nomi bor edi. Uning 8 to'gisi bo'lib, Sevenhedenning Qum daryo iqiniga tekshirish ilib berish tadqiqoti jarayonida burun Rus ekspeditsiyachisi Koslovga yordamchi bo'lgan Abdurahimni yo'l boshlovchilikka taklif qiladi va Abdurahimni uning 8 dona to'gisini qimmat bahoda setib olish orqali o'ziga yo'l boshlovchi bo'lishga tasdiq qoyil qiladi. Abdurahim Sengir cho'llashgandan keyin Sindiga kelib joylashib, shu yerda yashaydi. Abdurahim 60 buloqqa borgacha har bir to'gini yerim sar pulga ijaraga elishqa, andan u yerga yetib borgandan keyin o'z yurti Sengirga qaytib ketadiganligi haqida kelishdi. Chunki Sevenhedenmi Abdurahimdan boshqa pamparasatlik, axloqliq boshqa bir yo'l boshlovchini uchratmagan edi. Abdurahim o'zi adablik, durust, chiqishqoq kishi bo'lib, Sevenheden uning samimiyligi va adablikligiga eng qo'l qo'yadi. Abdurahim usta, kuchlik ovchi bo'lib, to'ga ovlayotganiga 6 yildan oshgan edi. Amaliyotda to'ga va yova to'ga ovlash nihoyat mushaqqatli bir ish bo'lsa-mu, u shu vaqtlargacha 13 to'ga ovlagan bo'lib, uning uchun ancha qiyinga to'xtamagan edi. Sevenheden başlagan karvan çölde yemeklik ve sudan ayrılıp kalganida Abdurahim qarı boğra, yani erkek töge ovlap, ularni qutquzib qaladı. Akşamları Sevenheden Abdurahimni çağırtıp, her günü birer saat etrafıda munduşup, onun kallasidagi barliq uçurlarni sümirib algısı keladi. Bu tuproqning magneti shu qadar kuchliki, ajnabilar bu zamindan hech ma'ni uzalmaydi. 1930-yili Sevenheden, Nils Ambold, Folk Bergman qatorliqlar bilan birlikda cho'ng atrat bo'lib, yana bu joyga safar qildi. Sevenheden jiddiy ish bilan Stockholmga qaytadigan bo'lib qoldi. Bu vaqtda Nils Ambold Abdurahim bilan uchrashdi. Abdurahim Quruqtağning har biri giyohsigacha tonish bo'lib, bu chaqda Quruqtağda 50 atrofida aholi qolgan edi. Abdurahim qayerda tatliq suv bor, qayerda quduq bor, qayerda hayvonlar ichadigan suv bor degandek jo'grafiyalik bilimlarga nihoyat pishiq edi. Bu atratga, shundaqla 50 yildan beri bu rayonga kelgan sayyohlarga taqqa chiqish va qidirib tekshirish faoliyatlarida muhim yordamchilik rolini o'ynaydi. Atratkilarning yemeklik manbasi kesilib qolganda odam o'rinlashtirib qo'y bo'g'izotib berdi. Chunki yerliklar yatlarga osonlikcha mal sotmaydi. Abdurahimning yüzü bilan yerlik xalqmi ularga yordam qilishga boshlaydi. Hatto so'rin tuzab, pat-pat birlikda quyruq yig'ida polo etib bazma qilishdi. Sevenheden Abdurahim bilan qaytib ko'rishganda, u Sevenhedenning 1901-yili o'tirg'a qo'ygan nazariyasining to'g'riliqini, Lopnor ko'lining o'rnida haqiqatan o'zgarish bo'lganligini, daryoning kuniga cho'kayotganligini, 13 yildan beri daryoning Qum daryo deltasiga iqinini o'zgartganligi haqidagi ko'z qarashlari bilan ta'minlaydi.
burunqi chaqqan apchil harakatlari bilan tögiga mindigan Abdurahim hozir yashinib qolgan bo'lib, Dunxuang safaridan yerim yo'lda bardoshlik bera olmay qaytib ketdi. To'xta Axun. Svenheden ikkinchi qitim Lopnorga safar qilganida Abdal kentida To'xta Axun va kun chiqqan bagning bovisi Numat bag bilan uchrashdi. Kun chiqqan bagning dadasi Jahonbek nihoyatda ta'sirli bir lirika bayon qildi. Tadqiqotchi G'olib Barat Arkning Kroranning siri degan kitobdagi uchurlarga qaraganda To'xta Axun Lopnorliqlarning sardori kun chiqqan bagning 3-o'g'li bo'lib 1870-yilları Kona Abdalda tug'ilgan ekan. Keyin u yerlar cho'llashgandan keyin 1914-yillar atrofida Miranga ko'chib ketgan. To'xta Axun qora qo'shin atrofida yashagan bo'lib, ekspeditsiyachilarga yo'l boshlovchi bo'lgan. U 1900-yilları Svenhedenga 1906-yili va 1914-yili Avril Steinga, Folk Bergmanning 1928-yilidagi qidirib tekshirish faoliyatlariga qatnashgan va ularni qimmatli uchurlar bilan ta'minlab xarobalarga boshlab borgan. Shimoliy Tibetdagi Chimentog' va Aqatu tog' hech kim tekshirish ilib bormagan rayonlar bo'lib, ekspeditsiyachi Nils Amboltning bu qitimqi safarida atrofni 5 qo'ldak yaxshi biladigan Cherdon, Islombay, Turdibay, To'xtaxun, Qo'dayverdi va To'xtasinlar hamroh bo'lgan edi. Bu qitimliq tog'dan halqib o'tish safarida karvondagi ba'zilarga kasal tekkan bo'lib, To'xtaxun bilimiga asosan bu xil kasallikning odatda odamlar ot to'gilarda bo'ladigan bir xil tog' reaksiyasidan paydo bo'ladigan kasal ekanligi, yerlik tilda tutak yoki is olib ketdi deb atiladiganligini aytdi. To'xtaxun buning davosining tamaki ekanligini bilatdi va shu sababdan doim mohorka g'angsini og'zidan tushirmaydi. To'xtaxun Svenheden va o'rdak topgan 5-nomerli qabriga ancha yiroq bo'lmagan bir joyda dunyoni zilzilaga solgan Kroran davlatini bayqagan minutlarda uningga hamroh bo'lib, tarixda Lopnor tuproqlarida qadam izlarini qoldirgan kishilarning biridir. Ahmet Mergen 1895-yili 4-oyning 10-kuni Svenheden, Islombay, Qosimaxun va yana 2 to'gichi bo'lib, Mak nahiyasidan yo'lga chiqib, Taklimakonga qarab yo'l oldi. 8 to'giga 3 oylik ozuq, juva, yung adyal, qishliq kiyim va qurol saymonlar ortilgan bo'lib, 2 it, 3 qo'y, 1 xo'roz, 10 mekyanmu bu karvonning hamrohlari edi. Svenhedenning qumliq ekspeditsiya karvoni Yarkan daryosi sohilining sharq tarafidagi Mazar tog'dan Xotan daryosining g'arbiy qirg'oqidagi Mazar tog'ni nishonlab, eng egiz qum barxanlari to'pini 1001 mushaqqatda besib o'tib, hech qanday madaniyat yodgorliklarini uchratmay, armonga tushliq darman yo'q holatda davomli ilgirlab ketayotganda suvning muddatdan burun tugab ketishi sababli manzilga oz qolganda halokatga qarab yuzlandi. Svenheden Taklimakon qumliqining kuch-qudratini haqiqatanmi to'van chaqlab, ishning beshida tayyorlikni puxta qilmagan edi. Shunda qilib Svenheden shu qitimliq safarda barliq to'gilardan ayrilish, 2 to'gini qurbon qilish badaliga Xotan daryosining sharqiy qirg'og'idagi suvni ichib hayotlikka erishdi. U suvni o'tkiga qachilab, kayniga yenib Qosimaxunni qutuldirib qoldi. Keyin Svenheden Xotan shahriga 250 kilometr keladigan joyda Yusufbay, To'xtabay, Pashaxundan iborat 3 podachining kutishiga erishib, ruhiy va jismoniy jihatdan kuch-quvvatga to'ldi.
Sevinhedin qomluqdagi gazarmidagi vaqtida ikki ovchi va ularning dadisi Ahmad Margan Sevinhedinning qishig'a uni yo'qlab keldi. Sevinhedin bilan Ahmad Marganning ko'rishishi shundoq boshlangan edi. Sevinhedin Ahmad Margan, Qosimaxun qatorliq 3 kishini oxirgi nishoni halokat gazarmasini billa tepishga taklif qiladi. Sevinhedin Asiyadan kesib o'tish nomli kitobida Ahmad Marganni mundaq tasvirlaydi. Kitobga Xotanning Tavakkul kentidagi Ahmad Margan deb ilova berib, u bastik, ilmak burun, ushluq saqalliq odam edi. U bu ishqa rozimanlik bilan qatnashdi. Shunda qilib Sevinhedin qaytadan karvon atriti tashkillab, ikkinchi qitimliq Taklimakandagi ekspeditsiya tayyorligini puxta qilib, 1886-yil 1-oyning 18-kuni Tavakkuldan sharq tarafdagi Xotanga qarab yo'lga chiqadi. Hurmatli anglag'uchi qarindoshlar, shuning bilan bu qitimliq kitob o'qish programmamiz oyoqlashdi. Kelar qitim ko'rishaylik. Xayr xo'sh. Mikrofon oldida Nuriya Rahman, Dilfuruz G'ani tayyorladi. 2022 fevral, Janva.